Jungo. Jungodagi ninja siniqi. Yaxshimsizlar shakchilar. Beybo bilan uning do'stlari Jungodagi Beyjingga yetib keldi. Bu uning bu yil yurtga qaytib berishdan burungi eng oxirgi bekiti. Beyjing Gugung sarayga kelganlarni qarshi olamiz. Bu dunyodagi eng chong xon ordisi bo'ladi. Nayt aqlliq bir do'stimning aytishicha, Jungoning Shaolin ibodatxonasi borliq chamboshchilikning manbasi ekan, shundaqmi? U mendanmi aqlliqmikan? Sen shu qalva. Qo'sug'im bek ochdi. Çok işiltidiganlar bormi? Meni texi oshmidi. Meni chamboshchi ustasi bo'lg'imba. Texi ayol ustaz. Hele senatchi? Bo'ldi. Bu yerlik narsalarni buzib o'tmagan endi. Ansirmagan do'stim. Baby o'zi ham o'sh dushmanga bir qatim yig'ildi. Chamboshchi Ganyuning nom sharifi bilan hozir nemish bo'ldi? Jiddilashma. Faqat jiddilashma. Tinish, ko'k osmon, daryodagi suvlar. Tinish. Mening sumkam. Bo'ldi ekan. Bu narsani yutmakmi nihoyat mushkulkan desa. Rostla nima qilishni bilamadim. Sumkam meni qolibdi-ku. Balkim o'zini o'ltirib shunday his qilib qolgandiman. Baby tez bu yoqqa kelib bu tomoqni tetib boqqin. Nihoyat yeyishgan. Baby. Shaolin ibodatxonasiga keldikmi? Sen kim? Sen chamboshchimi? Men hozir sen bilan qo'l elishamdim. Yo'q, men Vibo bo'laman. Men yaxshi mashq qilmadim. Sakrashni mashq qilishim kerak edi. Bo'lmasa xuddi yavshadim qandoq o'talayman. Hey, to'xtab tur. Sen kim? Mening sumkamda nima ish qilasan? Baby nakatdi. Bu sening sumkang emas. Bayatınqi rohibni. U asli meni yutib mangan. Ulug' chamboshchi, Yao shahzoda Shaolin ibodatxonasiga berib, eng oxirgi sinovdan o'tmoqchi. Henry, rohibning sumkasi menikiga o'xshashgan. O cho'qim sumkam bilan Babyni yutib Shaolin ibodatxonasiga ketdi. Biz chaqqan u yerga boraylik. Albatta. Men qayerga borsam birisi meni yutib mangadi. Sen rostla erkiching bo'lib qopsan. Men shundaq alayda. Ish qilib Babyni topsaqli men uningga rozi. Qani sumkamga kirgan. Hey. Sen uchiman demagan-ku. Hey, menga ulug' chamboshchi Yaomi egizdan qo'rqidi dema, ha? Men Bo'ldi. Biz yanali mengib boraylik. Ish qilib Baby bilan rohibmi mengib bordi-ku. Pastga tushaylik Henry. Men kelganda sen mi kelganmi? Yo'q. Yo'qligini nemisi? Mening ko'zim bor tursa, sen kelganda men qandoq ko'raman, ha? To'g'ri. Demakchi bo'g'inim bayatdan ishni ko'rmoqcham. Men chim. Undaqda cham qaysi? Bu sengo. Yo'q, men degan cho'ng. To'xtash. Yavni tutqun qilyapti. Rasmi deganmi ish bu? Sen boya aniq ko'rib turding-ku. Ras. Undaqda biz obdan chora o'ylaydi. Shaolin ibodatxonasidagi fun ustoz bizning yavu obdan qarishimizni aytgan. Bu bizning vazifamiz. Mayli. Biz mang'ilimi necha soat bo'ldi? Biz yana nihoyat uzun yo'llarni mangamiz. Shundoqmi? Shundoq. 10,000 chaqirimlik sadichin sepili bekog'i nom chiqqan emasda. Men meni berib ketdim. Hey. Sizlar bu yerda nima ish qilyapsizlar? Endi Yao xot yavshadini o'tishda mashq qiladi. Yao, sen rostla xot yavshadini o'tmoqchimi? Demakchi bo'g'inim xot yavsha bek kangri tursa. Karim yo'q. Ustozning deyishicha, bu men qo'ygan sinoq ekan. Ishonchim bor. Men chuqur bu sinoqdan o'talayman. Men faqat Babyga birab peshkanlik kelmasligini umid qilaman. U hozir nelar yuriydigandi? Hey, birdan menga mo'mayli herib ketdim desa, birdan to'xtab aram elib olaychi.
biz hazır senin öldüğünge qaytamdıq. Mən toymay uxlab, diqqət qılmabdı mən. Sen kim o? Demişki Veybo'nun sopkısını oğurlaysan. Mən kim? Quyosh nuri parıltıp durgan əzim dərya. Illiq yaz şamılıda ləpildigen yupurmaq. Mən... Eğer demiş boğulluğunu demişsen, çıraylık ermek müşkünün adımını berişinden hazır eyle. Fakat çıdımdım. Ben fakat inişinlenmeyi vatım. Boldu için. Hazır çunkur nefes ağın. Endi yaxşı bop qalğansan? Ondaqda sen qayıqa bolmaqçıydın? Yavni elib Shaolin ibodatxonasiga borman. O degan oltin tanlik shahzoda. Men uni izchil somkamda yudib ketib o'tatdim. Tushundim. Somkang Veybo'nun somkisi bilan opma o'xshashgan. Shunlashqa somkanglarni almashtirib qo'yibsizlar. Shuning bilan Veybo bilan do'sting ikkisi birlikda Shaolin ibodatxonasiga ketayotgan bo'lishi mumkin. Shunga bizmi u yerga boraylik. Yaxshi gap bo'ldi. Qarachi, faqat o'zingni to'xtatib yaxshi o'ylasanglar, cho'qim ishni hal qiladigan amalni topa olaysan. Undaqda biz mangaylik. Ana, yovni tutqun qilib oqilla. Biz amal o'ylab chiqaylik. Avval qildim. Bizga yordam qila olamsizlar. To'xtab tursanglar. Undaq emas. Amsi qanday qilaman? Kuch ishiltimas. Hey, sizlar bizga yordam qila olamsizlar. To'xtab turinglar. Undaq emas. Biz ularga kuch ishiltishimiz kerak. Nimishqa? Shundoq, bunda qilsak yaxshi bo'lmasmikin? Ular degan yovni tutqun qilib oqilla, biz degan chambashchilar. Bo'pti, amsi. Tez uçup gitayli. Hey, tez meni qo'yib bergin. Biz bexatar bo'lganda oldin qo'yib bitay. Veybo, Henry! Baby, asli bu yerda miding? Senden bak ansirgan edim. Yav! Bu meseleme hal bo'ldi. Meni Shaolin ibodatxonasiga olib borgan. Men o'tkazma o'tmasam Sizlar bo'lmaydi. Shaolin ibodatxonasiga borguncha biz qo'g'dab mangayli. Boshqa chambashchilar bilan ziddiyatlashib qolmanglar. Chambashchi? O'tinib qolay. Meni herkes yolg'iz tashlab qo'ymanglar. Qo'rqma. O'zim yolg'iz ularning adibini berman. Bo'lmaydi. Biz sizlar bilan birga boraylik. Qanimanglar. Fung ustoz. Yovni tutqun qilib oldi. Tutqun qilib oqilla bir g'alati qush bilan ushqur istgan. Ha? Bir ushqur it buning bilan o'xshashmi? Bu yerda nimish bo'ldi? Hey! Tez qo'linglarni tortinglar. Gerçi qalampay bo'lsanglarmi, lekin o'zinglarning vazifasini o'rindadinglar. Yo'l ustida yovni nazorat qildinglar. Nima? Men nazorat qildi? Ular sening dushmaning emas. Faqat menga yordamlashib seni kuzatdi. Sen nihoyat yaxshi qilding. Yovni sog'-salomat Shaolin ibodatxonasiga akelding. Yomon ahvolga duchor bo'lganda men o'zingni kontrol qila oldim. Fung ustoz, undaqda men-chi? Men nihoyat yaxshi qildim shundaqmi? Bo'ldi, jiq gap qilma. Sening haqiqiy siniqing endi boshlanadi. O bo'lsa-mu Xut Yaoxia. Bu sana qo'ygan sinoq yov. Sakrashdan burun sana shuni aytib qo'yayki, hech qanday odam bu yerdan sog'-salomat o'taligan emas. Undaqda men o'talamdim. Qani ko'rib boqayli. Tayyorlig'ing bitdimi? Sakra. Nim bo'ldi yo'q? Meni kechiring ustoz. Men o'ta mukdakman. Meni kechiring. Sizni noumid qo'ydim ustoz.
Undaq emas, yav. Undaq emas? Özünün qanchalik qobiliyati borligini e'tirof qilish nihoyat muhim, lekin o'zining yetersizligini e'tirof qilish uningdan muhim, yav. Faqat bu shundoq bo'lgandala, ondan o'zining haqiqiy qobiliyatini bilgili bo'ladi. Demakchi bo'g'ingiz, Sen sinoqdan g'albilik o'tding, yav. Sakrash qobiliyating emas, balki yetersizlikni e'tirof qilish. Ko'pchilik ibodatxona qaytib ketinglar. Sizlarning mashq qiladigan vaqtinglar bo'ldi. Bu naytimi isil dars bo'ldi. Menimcha, bu jahonkezlik safarimizda mukammal oyoqlashishi bo'ldi. Hozir uyga qaytadigan vaqt bo'ldi. Weibo davlatiga qaytamiz. Sening tug'ilgan kuning kap qilay dedi. Qaytayli, uyga qaytishga taqozo bo'lib ketdim. Mag'rurlik o'zining haqiqiy iqtidorini bilishdiki to'salg'u. Shakichlar, kelar qatim ko'rishaylik.